Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi? Bugun men oldimga Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan bitta otaxon keldilar. Otaxon bir o'zingizni tanishtirasizmi? Assalomu alaykum Bo'ka xalqi, Bo'kani hurmatli mansabdor shaxslari. Men mana 20-yildagi voqea bo'yicha bitta xonamga kadastr masalasi bo'yicha keldim. Bir xona uyimga 5 yil bo'ldi kadastr qila olmaganim uchun kadastr tashkilotidan noroziligim uchun shularga bir yo'l ochish uchun, yoritish uchun Feruz Jo'rabekovani men iltimos bilan aytdim, iltimos bilan chiqdim shu ijtimoiy tarmoqqa. Xullas, videomizni davom ettiramiz. Amaki, siz o'zingizni tanishtirmadingiz. Men Bo'ka tumanining 6 mavzusidagi Chig'ota 140-uyda istiqomat qilasiz. Istiqomat qilaman. Shu uchastkam bo'yicha yashayotgan Familiya ismi, sharifingiz? Men Mamatqulov Abduqayim Abdumuradovich. 1951-yilda tug'ilganman. Bo'kalikman. Yoshim hozir 74-75 ga ketyapti. O'shaning uchun shu gaz tushirish masalalari bo'yicha ham kadastr dokument xususiylashtirilmayapti. Shunga Demak, 4 yildan beri ovora bo'lib yuribsiz. Bitta kadastr ololmasdan. Necha sotik joyingiz? 5,5 sotik. 5,5 sotik joyga buvimiz bilan birga yashaysiz. Ular kam kelishadi, o'zim yashayapman hozircha. Shuni ham Otaxonning aytishlariga ko'ra, o'sha Bo'ka tumanidagi hozir yashab turgan bir xonali uylarini 2020-yilda sotib olgan ekanlar 24 million so'mga. Lekin bugungi kunga qadar 5 yildan buyon kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda qiyinchiliklar, muammolar bo'layotgan ekan. 5 yildan beri rasmiylashtira olmay sarson bo'lib ketdim. Hattoki meni o'sha kadastr xodimlari jarimaga ham torttirdi, ustimdan javobgarlik masalalarini ham qo'ydirishdi degan murojaat bilan keldilar. Biz hozir otaxondan o'sha vaziyatlarni to'liq videolarini olamiz, o'zlarining murojaatlarini eshitamiz va kelajakda ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib beramiz. Otaxon nima demoqchisiz oxirida? Oxirida meni Bo'ka tumanida Bo'kalik o'sha joyimga kadastr qilib berishlarida qonuniy hujjatlashtirib berishlarini amaliy yordam so'rayman.